Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi zakazimizni olib keldik. Hop, Namangan shahar yuksalishda. Demak, Orientir 15-poliklinika, shuni ro'parasida 2 qavatli qora zdaniyamiz tushgan. Shuni ichida hozir kompyuterxonamiz 2-qavatda. 1-qavatda PlayStation xona bo'lishi kerak, menimcha. Hozir bu yerga bizani mebelchilar, kreslo tashab ketgan. Bizani kreslo bo'ladi bu. Sizlarga ozgina obzorni qilib beraman. Demak, baquvvat kreslolarimiz bor, har xil ko'rinishda. Buni qizili ham bo'ladi, sarig'i, sari aralashgan qora. Qorasi bo'ladi. Temirlari baquvvat. Buni 3 xili bo'ladi. Bu eng kачественныйsi. Demak, bularni ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib berayotganmiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir endi 2-qavatga chiqamiz. 2-qavatda bizning game klub joylashgan. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Bu yerda bizning mebellar o'rnashgan. Bizning mebelchilar olib kelib o'rnatib berishdi. Endi rozetka ishlarini hozir qilishyapti elektriklar. Xo'p, sizlarga hozir ko'rsataman. Bu stolni bizning mebelchi kelib o'rnatib ketishgan. Demak, rozetkalarni ko'pincha klientlarimizga aytamiz, qanaqa joylashish kerak. Bizda mebel aytsangiz, misol uchun mana bunaqa teshigi bo'ladi, sal neakkuratni bo'libdi, но в общем tayyor teshigi bo'ladi, shuning yoniga rozetka qo'yiladi. Har bitta kompyuterga 2 ta rozetkadan. Xo'p, bu yerda bitta lishniy bo'lishi kerak. Bu setoviy xat uchun. Xo'p, ichkariga kiramiz. Demak, bu yerda yana 2-xonamiz bor. 2-xonamizda ham hozir elektr ishlarini olib borishyapti elektriklar. Demak, rozetka qo'yishyapti. Shularni hozir qo'yib bo'lishadi, keyin bu yerga biz kompyuterlarni joylaymiz. Hop, kompyuterlarni tushirish jarayoni. Keyin bularni 2-qavatga olib chiqib o'rnatamiz. Hop, demak, hurmatli obunachilar, bu yerda 21 komplekt offline o'yin uchun moslashgan zborka, ya'ni Counter Brawl'da Dota'lar uchun. Hop, keyinchalik onlayn o'yinlarni ko'taradigan zborkadan ham qo'yiladi, joy katta. Hozir mana 20 bitta bilan boshlashyapti. Demak, hozir bularni tepaga olib chiqamiz va ko'rishlar mumkin. Ustanovka qilib beramiz. Demak, hurmatli obunachilar, bu kadrlarda ko'rishlar mumkin, kompyuterlarni уже qo'yib bo'ldik. Hozir monitorlarni qo'yib, demak, kabellarni ulab, klaviatura mushkalarini ulab, bularga set tortib chiqamiz va keyin bularni hammasini o'yinlarni programmasini ishlatib beramiz. Hozir bular tayyor holatda. Demak, ozgina ko'rinish haqida, xarakteristikasi haqida tushuntirib o'taman. 24 lik flat 120 Hz monitor qo'yilgan. Hop, keysimiz oddiy keys, yonmaydigan RGB'siz selektor takoy. Demak, X-Tech'dan keys, 24 lik monitor, klaviatura mushkalarga keladigan bo'lsa, A4Tech klaviaturamiz. Hop, mushka X7 bo'ldi. Shu tarzda kompyuterlarimiz tayyor bo'ladi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab shunaqa kompyuterlarni olib kelib o'rnatib beramiz. Game klub uchun murojaat qilaverasizlar. Har xil varianti bor. Quyidagi nomerlar bo'yicha chiqib, narx-navo bilgilar kelsa, tepadagi Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Hozir davom etamiz.